Honor'dan yangi model Honor X8C siz uchun PlayStation top 4 tane xarakteristikasini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, smartfonimizni display AMOLED display 6.7 dyuymni tashkil etadi. 120 Hz tekshiradi, ya'ni sezgirligi, plavniligi umuman zo'r bo'ladi. Ham yana bir plyusi 2600 nitgacha yorug'likka chiqib turadi. Boshqa telefonlarga qaraganda 2 marta kuchli yorug'lik berib turadi. Quyosh tengda har xil uydalangan xabarlarga javob bersangizda bo'ladi. Ikkinchisi, smartfonimiz asosiy kamerasi 108 megapikselni tashkil etadi. Selfie kamerasi 50 megapiksel bo'ladi. Smartfonimiz asosiy kamerasini 1x, 2x, 3x gacha svetni qochirmagan holda rasmga tushirsangiz bo'ladi. Rasmlarni ko'rib o'tamiz. Uchinchisi, smartfonimizni protsessori Snapdragon 685 pokoleniya bilan jihozlanadi. Tezliklari umuman zo'r ishlab beradi. Smartfonimizni PUBG Mobile'da 45 FPS giroskopni ham ko'tarib beradi. Yana bir plusini aytib ketamiz. Hali hech qaysi Android smartfonlarga kelmagan Android 15 bilan jihozlanib keladi Honor X8C smartfonimiz. To'rtinchisi, smartfonimiz eng yengil, eng ingichka smartfon deb tan olsak bo'ladi. Ya'ni 7.1 mm ni tashkil etadi, og'irligi 174 grammni tashkil etadi. Smartfonimiz 7.1 mm ichida 5000 mAh akkumulyatorni sig'dirib biladi. 35 Watt booster zaryadkasi bilan 1 soat 20 minutda telefoningizni to'liq zaryadlab olsangiz bo'ladi. Smartfonimiz narx qiziqar olmasa, kommentariya plus belgisini qoldirib keting. Xayr, salomat bo'ling.